Jigarni yog' bosganda ochlik qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi, hatto kerak ham. Chunki bugungi kunda jigarni yog' bosishi deyarli har ikkinchi insonda uchraydigan muammo. Ayniqsa 30-40 yoshdan oshganlarda juda ko'p. Nega jigarni yog' bosadi? Asosiy sabab noto'g'ri ovqatlanish. Biz shakar deganda faqat oq shakarni tushunamiz. Non, bulochka, pechenye, qayta ishlangan taomlar, ultra qayta ishlangan mahsulotlar bularning barchasi tanamizda shakar kabi ta'sir qiladi. Natijada qonda glyukoza ko'tariladi. Insulin rezistentligi paydo bo'ladi. Bugun prediabet va ikkinchi tur diabet juda keng tarqalgan. Bu esa keyinchalik tomir muammolari, varikoz, qon aylanishi yomonlashishi, ko'rishning pasayishi kabi jiddiy asoratlarga olib keladi. Shuning uchun azizlar, jigaringizni kutib turmang, o'z vaqtida parvarish qiling. Sog'ligingizni e'tiborsiz qoldirmang. Agar jigar, ochlik, tozalanish va sog'lom ovqatlanish bo'yicha yanada chuqurroq, foydali va aniq ma'lumotlar kerak bo'lsa, profil shapkasidagi Telegram kanalimga obuna bo'ling yoki izohlarda plus belgisini yozib qoldiring. 10 yillik nutritsiologiya amaliyotimdagi to'plangan salomatlik kanalim havolasini yuboraman.